Faxriy loyihasi qadamlanishiga qilganlar bugungi bayramimiz mehmoni Behrishon Sharofov Toshkent jamoasi mehribonlikdan tabrik loyihasi assalomu alaykum. Mana shu 1400 A hamda 1-B bitirgan bitiruvchilar bugungi mana shularni 20 yillik yubiley bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarni aldagan kelayotgan mehribonlikdan tabrik loyihasi sizlarni qarshilashga turganimizdan juda xursandmiz. Bugungi oqshom hammalaringizga agar ruxsat bersangiz hammaga beradigan savollarimizni bugungi mana shu oqshom mehmonlarga tayyorlab kelgan savollarimizni sizlarga ham bermoqchimiz. Maylimi? Sinfdoshlarga yaqinroq kelinglar. Sinfdoshlarga yaqinroq kelishlaringizni iltimos qilamiz. Hammaga ko'rinsin, keling yaqinroq. Davramiz keng. Ayqolamiz keling bu tomonga yaqinroq. Kelinglar. Bitta sinfdoshlar uchun alohida narsa olib qo'yamiz, sinfdoshlar uchun. Rahmat. Hozir qo'yganimizda hammaga beradigan tayyorlangan savollarimiz bu sinfdoshlar hammamizga bermoqchimiz. Bugun mana shu 20 yillik yubiley munosabatida mehribonlikdan tabrik loyihasi ijodkorlari ushbu ko'rsatmaga kim taklif qildi bilasizlar? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizlarning sinfdoshlar tashabbusimiz. Bir taklif beramiz. Bu tomonga borib, zargarlarimiz bugun ayollar kamarasini kim taklif qildi bilasizlar? Hammadan bitta eshitamiz. Jasur aka. Bir kishi. Aytasiz. Hadiga keyin bir kishini. Jasur.
bo'lgan sinfdoshlarimni yubillik bayramlar. Bugungi mana shu xursandchilik shodiyona munosabat bilan o'zim musofir ishga yurgan bo'lsam-da, ma'lumotdan, oila a'zolaridan sinfdoshlarimizni tabriklab, kayfiyatlarini ko'taramiz. Sinfdoshlarimizga yaxshi ko'rsatib degan bizning nomimizdan borib tabriklab xursand qilinglar. Bugungi mana shu xursandchilik munosabati bilan ularga quvonch mashqlari berdilar. Rasmiyatdan boshlaymiz. Xursandmizlar, kayfiyatdan suyunamiz do'stlar. Endi mana shu do'stlar uchun bitta dunyosidan qo'yamiz, rahmat so'rayapman. Ayrim savollarga kelolmagan bo'lsalar, lekin qalban, yurakdan, dildan mana shu do'stlarimizdan birgalikda mana shu maqsadlardan aql ilohi pastdagi ko'z yo'li bo'lganlarda maqsadga yetganimizda Xudo xohlasa keyingi yubileylarda sinfdoshlarimizdan birgalikda bir dasturxon atrofida hammamiz jamg'ar bo'lishni niyat qildik deb o'ylaydilar sinfdoshlarimiz. Fursatdan foydalanib, ruxsatlaringiz bilan agar ruxsat bersangiz, mana shu qo'shinaga yubileyga chilolmagan ayrim sabablarga oramizda bo'lmagan qo'shqo'ron ustoz hamda sinfdoshlaringiz marhamatlarni vafotlari munosabat bilan bir narsa sukut saqlashni iltimos qilganlarga ruxsat bersinlar. Rahmat savollaringizga. Endilikda ruxsat bersangiz, mana shu sinfdoshlarni birinchi sinfda o'qitgan ustozlari Berdiyeva hamda ularni yuqori sinfda o'qitgan Abezova hamda Ashurobod ustozlar kelishgan mumkin. Ruxsatlarga mana shu taxtamiz markaziga taklif qilib qolamiz ustozlarimiz. Berdiyeva ustozimiz, Abezova hamda Ashurobod ustozlarimiz qaysilar bo'lsalar, mana shu hayotlarimiz joyiga javob beramiz. Assalomu alaykum ustozlarimizni bitta alohida qo'yamiz. Sizlardan ajr talab qilishamiz. Maylimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni hozir maktabda ta'lim bergan ustozlaringiz hamda bir partada o'tirgan sinfdosh yigitlar hamda sinfdosh qizlar, birinchi A va birinchi B sinf o'quvchilari hammamiz eshitdik. Marhamat, sinfdoshlarimizga nima gapirasiz?
So'nggi do'stlar, mayli. Sizga ham jamoat a'zolaridan o'zingizni medal uchun pullarni sizlar uchun yaqin bo'lgan oila a'zolaridan mana shunaqa mehr e'tibor ulashishdan charchamagan. Qayerda o'zlaringizdan doimo sog' salomat yurishga majbursan. Katta rahmat biz bilan aloqada bo'ling. Bitta qarsaklarni baribir har bitta sinfda nima deydi, sinf savdolar ham bo'ladi, to'g'rimi? Agar musobaqalar keyingi sezonlarda sinf savdolar ham tayyorlar. Keyingilar tayyorlar. Qaysilar tayyorlar? Masalan, tashkilotchilar kimlarni beshamiz? Tashkilotchi Jo'qoraga kelganlar bugun. Kim agar masalan sinfdoshlarni bugungi yubiley bayrami munosabati bilan tabriklab xursandlik beramiz. Mirzayeva bosh bo'lgan katta rahmat. Sizlar aytgan paytingizda sizlar suyungan kiyinsa, beshiraflar bo'lsa orzularni to'g'ri. Aslida bo'lsa noqulay bo'lsa. Albatta gapirasiz, e'tibor yo'q. Ha. Orzu bo'lsa tashkilotchi qilsa u. Suyungan paytingizda ham katta rahmat. Shu mehri bu sinfdoshlarga mana she'rlarni o'qitdi. Katta rahmat sinfdoshimizga. Sog' salomat masofadan kelsa, yana o'sha uchun tashrif qilamiz. Katta rahmat. Esdalik uchun ushbu 20 yubiley ijtimoiy tarmoqlardagi YouTube sahifasida Mehribonlar tabrik loyihasi kanalida bemalol kuzatishlaringiz mumkin. Xudo xohlasa, mana shu hozir 20 yillik bo'lsa 50 yillarga yubileylar. Qolaversa 60, 70 yil yubileylarida vaqtida ham bemalol internet sahifasidagi Mehribonlar tabrik loyihasi kanalidan mana shu 20 yillik yubiley dasturini kuzatishlaringiz mumkin. Shu bilan birgalikda bugungi xursandchilik kunini kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida ikkita ajoyib ayiqpollarni topganmiz. Hammalari mana shu ayiqpollar ishtirokida, sinfdoshlar ishtirokida raqsga taklif qilib qolamiz. Keyin vaqt qolmas bo'lsa, ustozlardan birga ishlaymiz.
Yavaş.